Hozir xohishlar haqida suhbatimizni olib boramiz. Odamlarga eng ko'p diskomfort olib keladigan quvvatlardan bittasi hisoblanadi. Xohishlar odamga ma'lum bir yo'nalish beradi va ana o'sha yo'nalishda harakatlanishiga undaydi. Agar odam o'zida ma'lum bir xohishlar bo'la turib, ana o'sha xohishini amalga oshirmasa, uni ichida mana shu amalga oshirilmagan xohishlar uni ma'lum bir harakatlarga undab turadi постоянно. Ya'ni uni ichida har doim tirishishda, tortilishda, qisilishda, siqilishda yashashiga olib keladi va o'zini qandaydir baxtsizroq his qilishi mumkin. Demak, siz birinchi navbatda agar nima deydi, o'zingizni stresslarda, qandaydir bir adolatsizlik, qandaydir bir ichki kechinmalarda yashayotgan bo'lsangiz, bilingki, sizni bu holatlarga olib kelayotgan sabab bu sizni ichingizdagi xohishlaringiz hisoblanadi. Agar xohishlaringizni anglab, ulardan ozod bo'ladigan bo'lsangiz, shunda siz erkin bo'lasiz. Lekin ungacha paka ana o'sha xohishlarni, qalovlarni qamrovida, ularni ta'sirida yashayotgan bo'lasiz va bundan chiqib ketish bu sizni birinchi vazifangiz bo'ladi azoblardan qutulish uchun. Xo'p. Nega odam o'zini qanday xohishlarda yashayotganligini bilmaydi? Chunki bu xohishlar unga zapret qo'yilgan. Haligi nima deydi? Cheklov qo'yilgan. Ya'ni mana shu xohishlarim meni to'g'ri xohishlar, amalga oshirib bajaradi, natijasini oladi va xohishini qo'yib yuboradi. Va mana bu xohishlarim bor, bu xohishlarim menga kerak emas, noto'g'ri xohishlar, bularni bosish kerak. Ya'ni ong ostiga, ongsiz qismga, ya'ni borlig'imizni anglamayotgan qismiga biz mana shunaqa xohishlarni yig'a boshlaymiz. Bu noto'g'ri xohish, buni xohlayman, lekin bu kerak emas menga, mana buni xohlayman, bu uyat bo'ladi, mana buni xohlayman, bu noo'rin xohishlar, mana shunaqa xohishlarni bir nechta buketini olib yurgan bo'ladi odam. Va birinchi vazifa odam erkinlikka, ruhiy yuksalishga erishishi uchun u o'zini xohishlarini taftish qilish kerak. O'sha o'zini xohishlarini anglash bilan ozod bo'lish texnikalarini bilish kerak bo'ladi. Va shu tariqa u o'zini xohishlaridan ozod bo'ladi va ma'lum bir darajada ham salomatligi, ham psixoemotsional holatini balansga keltirib, bu ta'sirlardan, xohishlarning nojo'ya ta'sirlaridan nihoyat chiqib ketsa bo'ladi. Buning uchun ma'lum bir yo'lni bosib o'tish kerak bo'ladi va bu yo'lda odam vaqt o'tishi bilan, agar unda intilish, talpinish kuchli bo'ladigan bo'lsa, vaqt o'tgan sayin, o'z ustida ishlagani sayin tozalanib, poklanib, shunaqangi holatga keladi va u hech qanaqangi xohishsiz holatga keladi. Ya'ni xohishlarsiz yashashi mumkin. Va bu holatda odam faqatgina ehtiyojlar bilan yashaydi. Unda faqatgina ehtiyojlari qoladi. Qandaydir bir ovqatga bo'lgani, qandaydir issiqlik, boshpanaga bo'lgan mana shunaqangi bazaviy ehtiyojlari qoladi xolos. Unda kuchli xohishlar, kuchli qandaydir bir intilishlar qolmaydi va bu odam o'z energiyasini, o'z quvvatini,
umuman olganda o'zini xohlagan yo'nalishga yo'naltira oladigan holatga yetib keladi.